Boshlamang. Assalomu alaykum tadbirkorlar. Sizlar bilan uchrashishimizdan maqsadimiz kredit mahsulotlarimizni sizlarga yetkazib qo'yish bo'lyapti. Deydi. Hop. Oddiy ishsizlarga o'zimiz banklarga kreditlarimiz bor. Birinchi o'rinda 17 milliongacha beriladi. Biznes ko'mak deyiladi. Hop. 48 oy 4 yilga beriladi. Bundan 6 oy imtiyozli davr bo'ladi. 25%. Bundan tashqari ko'proq olaman deganlarga mahalla loyihamizdan bor, 50 millionlik yurtimiz bor. Bu 5 yilga beriladi. 2 yil imtiyozli davr bilan beriladi. Buning foizi 25%. Keyin uni foiz nimasi, pul ko'rinishi naqd pulda bo'ladi, uni klassifikatsiya tushirib beriladi. Sug'urta ham bor, kafillik ham bor. Hop, bundan tashqari yana ko'proq olaman, daromadimni ko'paytiraman deganlar 100 millionlik kreditimiz bor, 312 qarorga asosan chiqadi. Hop, u 7 yilga beriladi, 3 yil imtiyozli davr bilan. Ayollarga 9%, erkaklarga 20% ham beriladi. U pul tushirish yo'li ta'minotchi orqali tushiradi sho'tinglarga.